ichingizdagi mikrob va parazitlar bitta ham qolmay qirilib ketishini xohlasangiz, chinnigul, ya'ni gvazdikali choyni iching. Yuragingiz buqani yuragi kabi baquvvat bo'lishini istasangiz, karkadeyli choyni ko'proq iching. Yurak xuruji bilan butunlay xayrlashasiz. Qon aylanishini yaxshilash uchun ko'k choyni iching. Bu choy qadimgi Xitoy tabobatining haqiqiy ramzi va foydali tomoni juda katta. Qondagi shakar darajasini muvozanatda saqlash uchun dolchin, ya'ni koritsali choyni iching. Shakar darajasi yuqori insonlarga foydali bo'ladi. Tanadagi har qanday yallig'lanishni jonini oladigan choy, zarchava choyi. Xalq tilida kurkuma choyi sanaladi. Bu choy sizda albatta bo'lishi shart. Immunitetingizni Xitoy devoridek mustahkam qiladigan choy Exnetsa choyi sanaladi. Topolmasangiz, menga obuna bo'ling, o'zim Xitoydan yuboraman. Uyquni yaxshilab asab tizimini joyiga keltirish uchun eng zo'r choy bu moychechak choyi. Jigaringizni to'liq yangilab, tozalab, unga ikkinchi hayotni bag'ishlaydigan choy. Bu rastaropsha deb nomlanadigan choy bo'ladi. Bu sirlarni zamonaviy tibbiyot siz bilib qolishingizni istamaydi. Bo'lmasa sizdan millionlab pullarni ishlolmay qolishlari mumkin. Bu foydali ma'lumotni eng yaqin insonlaringizga yuboring. Tabib Shifuga albatta obuna bo'ling, men bilan tabiiy usullar bilan davo topasiz.